Assalamualaikum. Salam dostlar, kanaldadan Gülay Maqsud. Nahmaydan taqtishqa video tayyorlab o'ltadim. Facebook ko'rib o'tirib, sizlarga bir video ishlay dedim. Tarix to'g'riliq. Ya'ni 2020-yil o'tgan bir yilda muhojiratdagi Uyg'urlarning orasida qiziq nuqta bo'lgan shundan qo'lga ketgan temalarni bir video qilib ishlab saqlab bir tarix sifatida naqib qolsin dedim. Tarix yezilib qilib qoladi shundoq. Yuz bergan hamma ishlar maxsus tarix yozgan qarindoshlarimiz bor. Yaqında 13 tomliq bir zo'r asar dunyoga keldi. Barliq keldi. Nabijon Tursun apandininki yozilishida 13 tomliq zo'r asar. Uyg'ur umumiy tarixi deb bir kitob, bir yurish asarlar bir-birlab hozir nashr qilinadi. 7-sigacha nashr qilindi deyotgan qog'in qanaqa bo'ldi ekan. Shu Facebook ko'rib o'tirib bir narsalarni so'zlab baqay dedim. Qarsam biraylan shunda xalaqi ixcham nuqtaliq qilib osh cho'ng-cho'ng ishlarni hammasini yozib qo'yibdi-chu. Antaqa oldingi ish ko'rsatdinik oldidilam yangi yil kirganning yoqida bir oyning ichida yuz bergan arqa-arqadan qiziq nuqta bo'lib yuz bergan shunday ishlarni bir qisqa video qilib ishlagandim. Bugungi videom bo'lsa o'tgan bir yilgi 2020-yildagi Uyg'ur diasporada yashayotgan oramizdagi shunday qiziq nuqtalar haqida deb bir video ishlamoqchi. Tarix yozdiganlardan kimlar bor bo'ldi ekan? Mening yana bir biladiganim Kanadada Vancouver shahrida yana bir qiz bor. Shu shunday muhim voqealarni yapon tilida shunday yozib qoldirib menayotgan bir qiz bor. U qachon kitobini nashr qiladi, ammo bilmayman, ish qilib yozayotganligini bilaman. Onundan boshqa shu Facebookda bulamda, Twitterda bulamda ish qilib, internet dunyosidagi hamma ishlar shunday saqlanib qolib qoladi. Bo'ldi, boshlab ketay. 2020-yil birinchi bo'lib qiziq nuqta bo'lgani Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan 2020-yilni madaniyat festivali yili qilib bekitish haqida uning qarshi fikrlar, g'ulg'ullar degan ekan. Bu birinchi cho'ng ish ekan. Anondan keyin Zokira oilasi bilan To'lqin Isoning ziddiyat masala. Shu mazgillarda xabarlarni ochadigan bo'lsa, har kuni meniki ko'rganim asosliqi shu Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki xabarlari, istiqlol xabarlari, Uyg'urcha xabarlar shundan ko'rdim bo'lgandan keyin shu chalada qarsam kunda degidek shu Zokira oilasi bilan To'lqin Iso o'tirsidiki ziddiyat masalasi deb yozibdi. Shu chalada bir qiziq bo'lgan esimda. Uchinchisi Xitoy virusining boshlanishi. Bir cho'ng 2020-yildagi bishirillam. Xitoy virusi boshlanib ketdi. Shuning bilan temalar qizib ketdi. 4-chi ish Burxon Uliyul voqeasi. Bu ishni men bilmaydiganman. Burxon Uliyul voqeasi deydi. Qaysanlarniki esida bor. Shunday saqlanib qoladigan 2020-yildagi cho'ng ishlarniki birsi ekan. 5-si surgun hukumat mojarosi deydi. Bu qaysi mojaro bo'ldi? Ba'zida Facebookni ko'rib erib qoldim men. Shuning bilan qaysi qanday jidal mojarolar qurib qolman deb qo'yamdim. Bo'pti, o'tkazib ketayosin. Virus o'lgan Xitoylarning o'limiga xo'sh bo'lish yoki qayg'urish, talash tortishi. Bu mesimdi va Dr. Wolsi yozuvchining Uyg'urlarni tanqidi va uning qarshi inkoslar. Boshda bir yaxshi gaplarni qilib, keyin Xitoy taraf turib lamchaq gaplarni qilib ketdi bu adashim. 8-si NT bilan Govinginiki mojarosi. Bu ikkisi xeli cho'ng jidal chiqadi-chimi? Twitterlarda bir-birsiga video yo'llashib bilan. Govingimo ta'tirsini bilib bo'lmaydigan bir chalada qattiq maqtab ketdi, andan keyin hamma gapi ta'tir. Bu haqning ta'tirsi yo'qlam gap qiladi shunda. 9-si Xitoy virusi emas, CCP virusi deyish mojarosi. Bu yomon bir cho'ng so'zlash shu chalada vatandagi xalqimizni imlo qilayotgan bo'g'oydi, biz shunday talash tortishlarning ichida. Onundan başqa
İlham Tohti institutniki maqası mustaqillik mu yoki avtonomiya Anvarjonovga azizlarga xoinmi emasmi degan talash tortishlar. Oho, shu chaladimi? Acaba bir deyishib ketgan to'q. Hammamiz o'z qarindosh, hammamiz o'xshash bir yo'ldagi kishilar. Bir-birimizni deyishib, narsalarni deyishib. 11-si Jang Ji-jongning maxfiy hujjati Tayvanni Oliy Tekin oilasining 70 yildan beri oshkorlamagan. Okey. Ha, bu yillik Abdurahimjonning ko'tarib chiqargan temiz o'xshamamdi. 12-chi cho'ng ish üstü birlik to'g'risida chizilgan rasm sababli talashlar. Bu cho'ng ish bo'lib ketdi shu joyda. 13-si Xitoy Turkiya qaytarish kelishimi to'g'risida g'ulg'ula. Shu joylardan batda hozirgi ham ching'i chiqib ketdi. 2021-yilda ching'i chiqdi bu tema. 14-si Uyg'ur buloq sababli Akademiya Uyg'urcha qalpoqi böyle oyoq kiyilishi va uni pipan qilish. Qiziq yozibdi. Uyg'ur buloq bolalar kitoblari ozi qanchaki jiq chiqsa yaxshi. Bizniki bu 15-si Yangi Xitoy Federatsiyasi sababli ba'zilar uning qarshi bayonot berdi. Eshak angrisi qaya bayonot berdigan degandek. Uningga bayonot berib, buningga bayonot berib, men keyin yana bir videomda shunaqa bir video ishlab boqaymi-ki yozadi. Kim kimga qarshi yozadi deb. Birisi bir narsasi, yana birisi chiqib bayonot yozib boqqan, yana birisi bayonot yozib boqqan. Oda o'tirib chiqib sizlarga bayonot yozgan. Bayonotlarimiz jiqliqi bizniki. Yazinglar. 16-si Uyg'ur Uluschimu yoki Uyg'uristonchimu ayub bashlarniki yuqori chiqishi. Bu shu o'tgan asosiy temalardan bir ekanda. 17-si usti birlik, uning qarshi haqqidagi talash tortishlar. Sharq Turkiston 18-si Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi bilan Guli Maqsudning talash tortishi. Mening bak. O'tgan yil cho'ngishlar qatorida menikim bo'lganda har yili bir qatim chiqdi o'zadi. 2018 bo'ldi. 2019 Arkasiya radiosi hokam to'g'ri xabarlar chiqqandan keyin bir Twitterda qattiq bir cho'ng bir nimlar bo'lib ketgan 90% isbotlar degan chaqdiki yozganlar. Anondan keyin bu Guli Maqsud talash tortish partiya bilan talash tortish. Birinchi videomni tushuntirib ishlasam qarsam hujumni tayyorlab ketibdi ular. Oqoqdan hamma jangga tayyor turgan tunda. So'zlamamda mashunda. Haliqi ziyonli ish bo'lsa so'zlamay, hech kim so'zlamay yuraversinda. Ishning yo'g'ini yaxshi emas, u yaxshi emas ishlarni cho'qim mundaq bo'lmaydi-da, mundaq taraflar yaxshi emas deb so'zlash kerak-da. Shuning bilan mening ismim 2020-yildagi bir cho'ng qiziq temalarniki birisi bo'lib qoldi. Andaq degan bilan bu jidal talash tortish degan bilan hech qanaqa nimam yo'q meniki. Uning nisbatan yalaqi o'kinish ishlamasam bo'pti-ku degandek undaq pushaymonlam yo'q. Qilgan ishimni to'g'ri oxirini to'liq chiqaramandim mataxi. Bir yegicha berib bo'ldi, shunchalik aniq tushuntirib bera oldim. Kallasi bola o'zlari tunib qola. Bo'lmasa tunamay yana shu Sharq Turkiston partiyasiniki tashshurpisi bilan bu tashshurplarning aynan o'z og'zidan haq ishonmaganligi o'z og'zidan chiqarib bersam yana bir narsalarni deb tayyor turdim anandikin oqoqidan mundaq gaplar xato mundaq degan gaplar deb toza qaysi yolg'onchilik buni gap rostmi yo'qmi degandek gaplarni o'tirib chiqarib videolarimni chiqargandan keyin cho'ng hamma davlatlardan degidek shu cho'ng fidokorligingizga rahmat degan gaplar keldi. Men sizlar undaq bu xato tushunib bu yerda tilovagninglar bilan to'g'ri ishlar, to'g'ri qilishga tegishli ishlar. 19-si Parijdagi qotillik voqeasi va Uyg'urlarning uni tutgan maydoni shu sababli ikki qutuq bo'linishi. Ilaqi freedom of speech debmi? Amerika prezident saylami sababli Uyg'urlardagi hayajonlanish va qutblashish.
Joe Biden bilan Trump qo'llovchilar o'tirishdi ekan-ku. Trumpni xuddi o'to'g'irliqni bir video ishladim biraz. Trumpga rahmat deyish hatto desam Amerika rahmat desak bo'ladi deb o'sha bir videolarni ishlagandim. Ko'rganlar bormi yo'qmi? Vaqt chiqqanlar, vaqti borlar ko'rib boqasizlar. O Trump faqat hamma kongressmenlarniki oldiga kelib tashlab qo'ygan bu boshdan oxir uyqudan kelib chiqmasa ya u yerda. Tan Xi Jinping bo'lishib bo'pti, yaxshi qilsa deb concentration camp'dan chiqadi degan xabarlar chiqsa, shularni ko'rib turibmi yana rahmat Amerika demamdi. Trump qo'llovchilari hayajonli kutubga bo'linish. Nechinchisi keldi? 20-si shu Amerika prezidenti saylimi sababli Uyg'urlardagi hayajon va kutublashishgan. 21-si Yusufjonning Istanbuldagi qasd kuchirishi. Bu shu meningki partiya to'g'riliq ishlagan videolarim qatorida shu vaqtning o'zida shunchalik mudul gap qolamdi deb hayron qolib qoldimda. Men bir kunlar u Xitoyga ishlaydigan josuslar haqiqiy vijdoninglar bor bo'lsa, mana bu haqiqiy qahramon Yusufjondek ma'noda ish qilinglar deb so'zlasam, shu videorim chiqqandan adslam shunda qasd kuchirish voqeasi yuz berdi. 22-si bir qo'yimchining o'zini Istanbulda Sharq Turkiston Cumhur raisi saylab olishgan. O'to'g'irliq mishigan videolarimni olib baqsanlar qani. Kichik bolalarninki mehmondorchilik o'ynagan bu o'yindaklar bu bir necha odamni o'zi chaqirib keliblar. Cho'ng kichik bolalar, ayollar Cumhur rais saylab olishi. Hey! O'to'g'irliqni baychiq bir narsani bilaman-da, bu boshqalar bilan fikrlashgan. Anandagi rasmiy o'to'g'irliqni so'zlab chiqdim. Bo'lmasa o'zi bilmagan ish to'g'risida hargiz yugurib qo'yib so'zlamagan yaxshi. Rasmiy tegi taktidan bir bilgandan keyin tushungandan keyin o'tirib chiqib so'zlaydigan gap o'shunda. Nechinchisi keldik? 23-si Turkiya iqomati to'g'riliq o'limolar birligi bayonotchisining ochiq yordamni o'z tuqqanlariga qilganligini bayon qilishi va qarshi inkoslar. Bu videoni ko'rgandim. Oqaqadan savol so'rsa, albatta o'zimizning tuqqanlarga yordam qilamiz degandek gaplar bilan shuning bilan bir to'g'ri dunyoimizda qattiq jidal mojarolar bo'lib katta o'shichadim. Videolar ishlanib tarafdan. Yanchu 3-si keldik. 24-chi cho'ng ish Xitoy virus sababli vafot bo'lgan Uyg'urlarning ko'payib ketganligi. Shu Turkiyadan oldi bilan shu Turkiyadan bir necha qarindishimiz, Saudiyadan bir qarindishimiz, yana bir nadiki Belgiya ama yaqinda yana bir ayol bilan qizi Turkiyaga qaytib ketdi. Ular Yevropaga menish yo'lida shu yerda virus sababli hayotdan ayrilganda. Bu to'g'riliq bir video ishlagandim. Virus sababli oramizdan shunaqa odamlar ketib qoldi, ketib bordi, diqqat qilaylik degandek mazmunda. Shu dastlabda chiqqanlar degan virus degan tozada qolsin deyishib degan Uyg'urlar shunday bir nima bo'lib ketmadi. Hammadan bak cho'ng ziyon uchraydigan Uyg'urlar deb shunday bir videolarni ishildim. Dastlab ketgan gaplarimni hozir hammasi davoda do'mishtabdi. Evet, to'g'ri fikrlarni tashviq qilaman. Shu ang oldi bilan tashviq qilish mumkin ya ba'zida shunda qabul qilolmaydi-da. Masalan, partiya to'g'riliq tunji ishlagan videorimda kimdan barmoq osti qarg'an bilan ustiga qarg'anni solishtirib qo'yganman. Undan keyin oxirgi shu bir leksiyalarim bor so'zlangan. Yana bir cho'ng yolg'onchiligi deb, yana bir ikki uch yolg'onchilikni mundaq deydi. Meni o'yininglar, tafakkuringlar, o'zinglar tafakkur qilinglar deb ishlagan shunday videolarim bor. Shu dastlabda ishlagan videolarimni qabul qilishi tasda, keyin bora tushungandan keyin bunda ustiga qarag'an bilan osti qarag'anni o'zinglar solishtirib qo'ysanlar, mumkin bilsizlar. 25-si Turkiyadagi Uyg'urlarning tuyuqsiz qo'lga ilishlar ko'payib ketganligi. Shu hozirmi bor? Hozirmi teqa qo'yib berilmagan Uyg'ur qarindoshlar bor deydi.
2020-yilniki oxiridagi 12 oyda rasmiy bakchiq ko'payib ketdi. Tuyuqsiz o'ylarga bostirib kirishlar ham bu bir cho'ng bir ishlar qatorida shunaqa olg'il qo'silib ketdi o'tgan yili. Ay, shu partiya to'g'riliq video ishlagan chog'da virus egisin topsin deb beddua qilganlar menga. Meni Xitoyga ishlaydi ekan deb tutilib ketsin deganlar. Shularning orasidan shu bir ishga shu saqchilarga kirib chiqdi. Haqni undaq qilaymikan. Hozir saq yurmamdim yo bir Kanadaning saqchilari sen Xitoyga ishlaydigan josuskansan deb tutib ketgan. Yo'q da menim o probdan yashab videolarimni ishlab yuribdi mana. Qilgan gapimiz o'zimizga yenishdan qo'rqaylik, bu qarab gap qilaylik. 25-si Turkiyalik Uyg'urlarning tuyuqsiz qo'rqish ishlarining ko'payib ketganligi. 26-si Turkiyaning Xitoydan vaksina sotib olganligi xabari va to'g'risidagi inkaslar. 27-si Turkiya Xitoy qaytarish kelishimining Xitoy tomonidan tasdiqlanishi va diasporadagi andishalar. Turkiyadagilar andishachilar yashab siyosatning qurboni bo'lib 28-si İstanbul'daki Xitoy konsullığındaki uyumdagilar qani oilam qani faoliyati. Shu joydagi Uyg'urlarni to'lash aqlash tortishlari. Shuni deyman, o'ziniki ishlari oilam qani desam, shunun bir narsaga zodi bizning bir narsa demaydigan bir narsamiz yo'qchimi? Men yana bir ayrim bir video ishlay. Mana bu Xitoy virusi mazgilda ko'kinak suti deb qo'ydi, odatda eshak suti o'pkini shundoq pokizlaydi degan, deb o'pka kesligiga foydali ekan deb shundoq esil dora deb ashaq anlagan ilgari. U bir Facebookda bir eshak sutini ishganlikka bir videosi tarqalgandan keyin uni shundoq tilab ketibdi deb bizniki bir tilmaydigan odamimiz bir narsa demaydigan Uyg'urlarniki bir narsa demaydigan ishi yo'q ekan zodi. Meni bir narsa topaqdi ekan. Shu to'g'riliq bir video ishlay. Keyin Allohning qabul qilolmaydigan ko'proq bir narsani ko'rmaydigan deyman. Yana nima talash 29-si İstanbul'da bir Uyg'ur mahallasi qurish chaqirdi. Uyg'ur mahallasi bo'lish o yaxshi ish. Ama Türkiye'de o Uygur mahallasi quramiz deb tayyor bir narsa bo'lsa shunaqa mablag' solsa bo'ladi. Texa boshlangan hech nima ish qilmagan odamni hamma odamdan pul yig'ib haqdan pul so'ragan odamni o'zadi bu shakli o'zgargan tilamchilik deb ham qarayman men uni. Buningdek menga o'xshash video ishlarlar video ishlab YouTube'lardan kirim qilinglar. Aqliy amgikinglar orqali pullarni tepinglar. Bundaq shakli o'zgargan tilamchiliklar bilan shug'ullanmay partiya qurib olib Kanadadagi partiyalarniki badal puldan 15-20 masa ortiq pulni yig'ib, haqdan pul yig'ib, adamdan pul yig'ib. Ixtiyoringlar bo'lsa hukumatdan pul olinglar. Boshqa nimalari bor-ku? Cho'ng tashkilotlarniki hukumatdan pul oladi-ku. Xalqni ishimiz, xalqdan pul olamiz, yig'imiz deb. Vatandagi zulmni pash qilib, shuni suiiste'mol qilib pul deb so'ranglar. Bularning hammasi shakli o'zgargan nimasi deyman, odatda shakli o'zgargan tilamchilik deb. 29 Uyg'ur mahallasi qurish, shuning bilan 30-si xayr-xo'sh 2020 debdi. Vaqt sabablik ba'zi temalar unutilib qolgan bo'lishi mumkin, kam qolgan yerlarni qarindoshlar to'liq inkos etishini umid qilaman deb yozibdi. Shunga aslida bir mo'jiza. İnkaslar borki, poytaxtlarning o'linish masalasi, Zumrad Tursun kanalida ba'zi yoshirilgan sirlarning ochilishi, bular kim bu qanaqa ishlar bo'ldi? İnkaslar yuz bergan 2020-yildagi Uyg'ur diaspora mujoratga Uyg'urlar orasida yuz bergan qiziq nuqtalar shunaqa yozib qoldirib qo'yibdi. Meniki bu videomni tarixning shu bir kichikina qismi sifatida kelib qolsin. Boshqalar yozib qoldirgan bo'lsa, men so'zlab qoldirgan bo'lay. Keyingi videomda ko'rishaylik.
Kanalımga abone bo'lishni hamda taq barmoq belgisi qoldirib qo'yishingizni, internet dunyosida yaxshi gap so'zlarni qilib, yaxshi izlarni qoldirishingizni umid qilaman. Xayr xo'sh. Omon bo'linglar.